Ushbu video darsligimizda biz ombordan mahsulotlarni xarajat qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun asosiy ombor bo'limidagi xarajatlar bo'limiga kiriladi va ushbu plyus tugmasi orqali yangi hujjat ochiladi. Bu hujjat ichida nima sababdan mahsulot xarajat qilindi uchun izoh kiritiladi. Muddati o'tgan. Misol uchun, muddati o'tgan mahsulotlarni biz ombordan xarajat qilishlik uchun ushbu izoh kiritdik hamda saqlash tugmasi bosiladi. Va yaroqsiz mahsulot tanlanadi. Bu joydagi yaroqsiz mahsulotni bu chap oynadan izlab topish mumkin bo'ladi. Va yaroqsiz mahsulot miqdori kiritiladi. Va saqlash tugmasi bosiladi. Shundan so'ng chiqish tugmasi orqali hujjat ichidan chiqib, shu hujjatni qulflash tugmasi orqali hujjat qulflanadi. Va ushbu bo'limdan chiqishimiz mumkin bo'ladi.